obunachilar, sizlarga arzon uylarni topishdan to'xtamaymiz. Otchopar mahallasidan shundaygina omadning orqasida 8 so'tlik uchastkamiz sotuvda. Mana oldi fasadi 26 ga 30 metr ekan, ikkita chiroyli kottej ham tushadi. Xohlasangiz o'zingizdan turaversangiz ham bo'ladi. Birgalikda obzor qilamiz. Bitti. Mahalla ham mana chiroyli yo'llar asfaltda qilingan, uylar ham chiroyli qurib yuborilibdi. Bismillah. Mana kirish darvozaxonamiz. Kafilda terib qo'yilgan ekan. Oshxonamiz, yana bitta xonamiz. Mehmonxonamiz bor. Endi kelib yashasa bo'ladi. Quruvchi akalarimiz ikkita kottejga qursa ham bo'ladi. Kvartirani sotib, hovli qilaman deyotganlar ham jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafga spalni bilan yana bitta xonamiz. Garderobni. Hovlimiz zilon zonasi. Bu yoqqa tandirxona, uchoqxona, hojatxona bilan hammom. 5 tonnalik hovuz. Top-tozagina yer. Asosiy suvdan muammo yo'q. Mana suv kelyapti, hozir suv to'ldirib oldik. Narxini kelayotgan bo'lsa, startiga 33 ming so'ralmoqda. Real olayotgan reallar qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveradi.